Xabaringiz bor, joriy yil 27-yanvar kuni davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida poytaxt namunasi asosida xavfsiz va jinoyatdan xoli muhit yaratish tizimini joriy etish, uni poytaxtga tutash hududlarda ham bosqichma-bosqich tatbiq qilish bo'yicha aniq vazifalar belgilangandi. Bugun ushbu yondashuv Zangiota tumanida amaliy ishlar va aniq natijalar bilan ta'minlanmoqda. Hozirgi lavhamizda shu haqda so'z boradi. Bugungi kunda ushbu yondashuv Zangiota tumanida amaliy ishlar va aniq natijalar bilan ta'minlanmoqda. Joriy yil 30-yanvardagi Ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan tumanda idoralararo tezkor shtab qayta tashkil etildi. Tumandagi 60 ta mahallaga mas'ul xodimlar biriktirilib, xonadonbay va ko'chabay ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. So'nggi 10 kun mobaynida olib borilgan kompleks chora-tadbirlar natijasida 6 ta jinoyat aniqlanib, qidiruvda bo'lgan 3 nafar shaxs qo'lga olindi. Jinoyatlarning oldini olish hamda huquqbuzarliklarga nisbatan murosasiz munosabatni ta'minlash maqsadida 3339 ta ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha qonuniy choralar ko'rildi. Ro'yxatdan o'tmasdan yashayotgan 698 nafar fuqaro aniqlanib, belgilangan tartibda rasmiylashtirildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida yashash qoidalarini buzgan 4 nafar chet el fuqarosi deportatsiya qilindi. Jamoat tartibini mustahkamlash va hududlarda barqaror muhitni ta'minlash maqsadida 280 ta noqonuniy boshpana bartaraf etildi. 636 nafar shaxs o'z yashash joylariga qaytarildi. Mahallalarda profilaktika ishlari manzilli va tizimli tarzda davom ettirilmoqda. Jumladan Bog'zor va Navqiron mahallalarida 1309 ta xonadon o'rganilib, 35 ta huquqbuzarlik aniqlanib bartaraf etildi. 5 nafar qarovsiz voyaga yetmagan bola ijtimoiy himoyaga olindi. 54 ta notinch oila bilan profilaktik ishlar tashkil etildi. Shuningdek, probatsiya hisobida turgan 13 nafar fuqaro ish bilan ta'minlanib, ularning jamiyatga moslashuviga amaliy ko'mak ko'rsatildi. Maktablar oldida 3 ta sun'iy notekislik, ya'ni tezlikni pasaytiruvchi to'siqlar barpo etildi. Prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan videoselektor davomida Toshkent shahri atrofidagi Toshkent viloyati tumanlarida jamoat tartibini saqlash, avtomobil yo'llarida yo'l transport hodisalarini oldini olish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida bir qator topshiriqlar berildi. Shu asnoda yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari ham ya'ni Zangiota tumanida bir qator ishlarni amalga oshirishdi. Bunda asosiy e'tibor bolalar ishtirokida yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida maktablar oldiga yo'l belgilari o'rnatish, shuningdek yo'l chiziqlarini chizish ishlari olib borildi. Aynan bolalarda yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilim ko'nikmalarini oshirish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi sinfxonalari tashkil etilgan bo'lib, ushbu sinfxonalarda yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimlari doimiy ravishda bolalarga haftaning juma kunlari yo'l harakati xavfsizligi targ'ibot kuni doirasida bir qator profilaktik suhbatlar o'tkazishmoqda. Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish va iqtisodiy tartib intizomni mustahkamlash maqsadida 86 nafar norasmiy ishchi legallashtirildi. Ijara shartnomalari tuzilmagan 499 ta holat bartaraf etildi. Soliq intizomini kuchaytirish doirasida onlayn nazorat kassa texnikasi bilan bog'liq qonunbuzarliklar uchun 110 million so'm miqdorida moliyaviy jarima qo'llanildi. Davlat soliq boshqarmasining 261-sonli buyrug'iga asosan Davlat soliq boshqarmasidan 30 nafar xodim jalb etilib, hozirgi kunda Zangiota tumanida Bek Baraka ixtisoslashgan savdo kompleksida tadbirlar davom ettirilib, shu orqali tadbirkorlarning qonuniy faoliyat yuritilishi, soliq tushumlarini o'z vaqtida to'lashi, noligan ishchilarni belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilishini ta'minlash amalga oshirilmoqda. Zangiota tumanida amalga oshirilayotgan mazkur chora-tadbirlar poytaxt namunasi asosida xavfsiz va jinoyatdan xoli muhit yaratishga qaratilgan bo'lib, har bir mahallada tinchlik, tartib va barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda.